Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Men sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Men ish yuzasidan Kolen shahriga kelib joylashdim. Bo'sh vaqtimda u yerning diqqatga sazovor joylarini internet orqali izlay boshladim. Va Google menga tarixiy obidalar, muzeylar va ko'ngilochar maskanlarning uzun ro'yxatini chiqardi. Lekin ularning orasidan bir joy diqqatimni o'ziga jalb etdi. 21-asrning eng mashhur shaxslaridan biriga bag'ishlangan muzey edi. U haqida eshitmagan inson bo'lmasa kerak. Bu Formula 1 sport turining afsonaviy poygachisi Mixael Shumaxer va uning kolleksiyasiga bag'ishlangan muzey. Dunyo Shumaxerning nafaqat rekordlar, balki avtomobil sportiga bo'lgan muhabbati, hayajon va dramatik poygalar bilan tanidi. Har bir burilishi, har bir tezlik zarbasi bizni hayratga soladi va tezlikni his qilishimizga yordam beradi. Shumaxerning tezlikka bo'lgan sevgisi bolaligida boshlandi. Karting maydonlarida u har bir burilishni mukammal bajarishga intildi. Har bir poyga, har bir raqib unga faqat sport emas, balki san'atni his qilish imkonini berdi. Shu davrda o'rgangan qat'iyat, intizom va ruhiy chidamlilik uni kelajakdagi buyuk g'alabalarga tayyorladi. Shumaxer Formula 1 ga kirishi bilan tezlik va poyga zavqining yangi davrini ochdi. Benetton va Ferrari bilan u nafaqat Grand Prix g'olibi bo'ldi, balki tomoshabinlar qalbini zabt etdi. Har bir burilishi va dvigatelning gurullashi uning poygalarini kino sahnasiga aylantirdi. U strategik qarorlari va o'yini bilan har bir poygaga dramatik o'lcham qo'shdi. Tomoshabinlarni hayratga soldi. Shumaxerning 7 karra jahon chempioni bo'lishi har bir yili o'ziga xos tarixga ega. 1994 va 1995-yillarda u Benetton bilan o'zining chempionligini qo'lga kiritdi. 2000-yildan boshlab to 2004-yillargacha Ferrari bilan ketma-ket 5 ta chempionlik g'alabasini nishonladi. Kolen shahridagi Michael Schumacher Private Collection muzeyi Schumacherning hayotidagi eng yorqin lahzalarni aks ettiruvchi avtomobillar bilan to'la. Ferrari F300, Benetton B194 va Mercedes 291 uning poyga tarixining ramzlari. Har biri o'zining noyob dizayni, ranglari va dvigatelning gurullashi bilan tomoshabinlarni hayratga qoldiradi. Shu bilan birga McLaren MP4, Porsche 911, Lamborghini kabi mashinalar Shumaxerning shaxsiy zavqini va superkar dunyosiga bo'lgan sevgisini aks ettiradi. Muzey shaxsiy kiyimlar, medal va poyga esdaliklari ham mavjud bo'lib, uning hayotidagi eng yorqin lahzalarni eslatadi. Har bir mashina tezlik va go'zallikni his qiluvchi san'at asari sifatida namoyon bo'ladi. Muzey faqat mashinadan iborat emas, har bir avtomobil qismi va dvigatel texnologiyasining san'at sifatida namoyon bo'ladi. Michael Schumacher 7 karra jahon chempioni, tezlik zavqi va avtomobil san'ati afsonasi. Agar siz ham bu dunyoga sho'ng'ishni istasangiz, muzeyga tashrif buyuring va afsonaning ruhini his qiling. Har bir mashina, har bir eksponat uning hayotiy ehtirozi va tezlik sevgisini tomoshabinlarga yetkazadi.